Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Cheboksal, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Toshkent, Kazan, Nabrejniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun, seshanba, juma va shanba kunlari. Shuningdek, bizning shunaqa reysimiz bor. Toshkent, Orenburg, Nijniy Novgorod, Moskva va Sankt-Peterburg reyslari bo'yicha esa haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari 18:00 da Toshkent avtovokzalidan amalga oshiriladi. Bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reysimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'ni 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, zaryadnik, Wi-Fi va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketsangiz bo'ladi. Va joylaringizni uzoq masofadan turib bron qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joyingizni masofadan turib band qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.